Tordaşlar, yaxşımısızlar? Biz azıraq ortaqlaşaylı. Mən yaqından yaqı oylağanlarımni biraz əmmalarla ortaqlaşay dep oyladım. Bu naq meydanımni başlaşdan ilgiri hainlik, münafıqlık doğrusidagi bir azıraq dini o'limanınki so'zi bilan başlay dep oyladım. Şimdi bu tayfanı işleyler. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. Münafık erkekler ve münafık ayoller ular bir-birlaridandir deyapti. Münafık kim? Münafık musulmonga qo'shilsa musulmon bo'ladi. Münafık namozxonga qo'shilsa namozxon bo'ladi. Ro'zadorga qo'shilsa ro'zador bo'ladi. İslamdan gapirsa islomdan gapiradi. Münafık benamozga qo'shilsa benamoz bo'ladi. Aroqxo'rga qo'shilsa aroqxo'r bo'ladi. Nosvoy sigaret chekkanga qo'shilsa uni ham qiladi. Masalan, Bu şunu koyup öttüm. Ben o dini ölüma emas, lekin dini ölümanın ağızdan çıkan sözünü azraqdan anlap öteyle dedim. Ve aleyküm salam, alim inem yaxşımı? Ana dekin, muşu 71 yıl davani hemimiz körüvatımız, yakında bir teximi kördük dep oylayma. 2 günden aldı da Erkin Sıdık Efendim'ninki bir naq meydanını bana bir kesip ivetip koyuptu. Muş adam sözlepti degende. Ben bu adamı qarağa çeklip etkendim. Çıkarıp etip durup anladım. Başına ayak anlap çıktım. Anlap çıkıp bazen bir nəsləg bolğan köz qarşımda astığa inkas qıp durup yazıp koydum. Bicarlar bir çekip koyuşkumu? Qo'rqdi da hamda ayari cho'ng dadisininki qo'llovchilar cho'qilab ketmasin deb anadagi yana bir singlimninki ayrimxonasida degan bir tillab ketibdi. U xudo emas, Erkin Sidiq umum o'xshash bir inson. U o'qigan bo'lsa, u ishlagan bo'lsa, u olimlik qilgan bo'lsa, o'zining yanchug'ini tomlayapti. Da'vo orqali tomlagan insonlar ko'rmang-ku. Ha. Xudodan ag'rinibdi. Burunlarda Xi Jinpingdan dedi. Xitoyni biz türlərə ayrıyız, xalqqa da gap yo'q dedi. Bu o'zining og'zidan degan gap. Anadagi Xi Jinpingga artdi. Bütün günah Xi Jinpingda deb turib shu gapni degan chaqda bu odam endi buning qo'sh keziga so'zladimi, Erkin Sidiqning qo'sh keziga bormi, uni bilmayman. Yoki kolonlanganmi, uni bilmayman. NASA'ningki xizmatchilari, alayda xizmatchilari kolonlash nimasi bormi, imtiyozi egami, uni bilmadim. Özü sözlegende dep oyladım, çirayı o'xshash bo'lgandiki, o'zining Facebook'dan ko'rib, uni kesib chiqarib, mani mundaq bo'pti desa, uni men so'zlamadim. Men unda demadim deb turib, maqatim shunda debdi. Hayron qopdim men. Bir odam xato so'zlagan bo'lsa, men xato so'zlabdim, endi tuzatdim degan bo'lsa, uning yo'li ayrimdi. Bu tenivelish degan narsa Xitoyda bak eg'ir deb o'zining so'zlagan so'zi va oldin ilgirki so'zlarini anglab ko'rsanglar bo'ladi. Anandan keyin aciz bir devletlerden yardım so'rash to'g'risida yoki aciz bir devletlarninki yordami kelganligi to'g'risida hech narsa so'zlanib ketibdi. Men Amerikadan yordam kelsa, Yevropadan yordam kelsa deb turib kutman, tirishman. Lekin hargizmi aciz devletlardan o'z aran ketayotgan nimjon devletlarning biz uchun bir bunday qilib qo'ygani yoki bir bunday bir qilib qo'yganlari men uchun baribir deb o'ylayman. NATO'ning ichidagi devletlarni men bir kuchli devletlar deb hisoblayman. Shuning uchun biz har qanday bir yordam kerak bo'lsa-mu, mashq maydoni boshqa bir davlatlarda, Osiyodagi bo'lsa-mu, yordam so'raydigan davlatlar, mush kuchli davlatlar, g'arb ellari, Yevropa davlatlari deb bilaman. Shuning uchun ashunga tang kurash qilayotgan bolalar bor, tirishayotgan bolalar bor. Bu odam endi Xudoga ortib qo'yibdi. Xo'sh, Xudoga ortib qo'yibsiz. Anandan keyin u bu o'tni olam degan emas, yomon ish qilgan odamga yomon ish beshig'i keladi degan gap emas. Allohnikiga savol qo'yib qoldim deb turib shuni debdi. Diniy o'limalar sizlar nerda? Diniy jihatdagi savollarga javob berdiganga sizlar bo'lishinglar kerakdi. Hozir undaq emas. Beshida paytimiz savollarni qilayotgan qiliqi avo, soqol qo'yib olganlarning qiliqi mavo, xotindan boshqa, adam boshqa narsaga yaramaydi ekansizlar. Muşu adam din to'g'riliq so'zlab olsa, bir adam chiqib ostiga bir nima yozmadi. Shu saqilin seni nima qilg'izotib bilmayman.
Anandan keyin Erkin Sıdıq'nınki aşı gepiga hayron qoldim. Xudoga qo'yibsa, Xudoga qo'ygan bo'lsang, sen nima ish qilding? 94-yildan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyining beshiga chiqib olgan maslahatchi bo'lish suhbating bilan sen nima ish qilding? Men naydi chiroyli savol solimim bilan inkas yazdım, zuvan chiqamapti. Boshqa narsalarni ham baklapti, zuvan chiqamapti. Men seni bugundan boshlab texnik ko'zga ilmayman, Erkin Sıdık. Bilib ol, menikini anglaysa ham ko'rsa. Men sana shu savolni qo'yyapman hozir. Sen o'ylab baq. 27 yil yuribsa shu da'voning beshida sen nima ish qilding? Namoyishni ko'rdingmi? Namoyishdan boshqa narsa yo'qmi senda? İngilizceni bilse keşke vatandan kelgan xabar, vatandan kelgan Xitoy kuchlanib ketdi. Endi biz bunda qilolmaymiz. Boshqa davlatlardan bir nima qilishini kutamiz. Hey, sen o'lganmidding 27 yilning yoqi. Xitoyninki taraqqiyotini shu vaqtda bilmaganmidding? Deb baqa menga. Sen anlapsan xalqlarni munda debdi. Xitoyning xoinlari munda debdi. Xitoyning xoinlari albatta biz Xitoy uchun xoin deb hisoblanamiz. Chunki biz zaminimizga ega chiqyapmiz. Sen Xitoy o'g'alig'ing uchun bizni xoin deysan. Unisi 100%. Lekin sen bir o'ylab baq, sen bir aql egisi. Ya oljibli qoldingmi, sarang o'p qoldingmi, divan o'p qoldingmi, uni bilmayman. Lekin sen deb baq. Xitoyning taraqqiyot jarayonida sen yo'qmi? Bütün Xitoyning ishchilik uchurlarini sen biladi ekansan, nima deb shu vaqt kuchayishning oldida sahramagandan, nishoning nima desiningki? Har bir qirg'inchiliklarga bir nim qilg'uchima, palkushma sen. Ashuni ot yiqib qo'yib, qirg'inchiliklarga anandagi o'zing qaytgizsa, vatanga qaytsa, to'ngshan xuyning hammasini yugurib yurgan insonlar endi kelgan chaqda Xitoy kuchlanib ketdi. Xitoyning boshqa davlatdan bir yordam kelishini saqlamoqdan boshqa amal yo'q. Bolalarni o'qitayli. O nimada nima magistr o'qiyotgan birlarniki o'qish pulini nim qilayli. Hey, bilib ol, sening bolangmi tilamchilik qilib turib o'qitganmisan? Biz qiyinchiligi va universitetga kirishga sal bir yordam kerak yoki oyga o'tishamagan ba'zan bolalarga hozirgacha yordam qilyapmiz. Lekin ohnanchilarga emas, o'rnidan tura oladiganlarga qisman ba'zan vaqtlarda 1 yillik yordam kerakdi yoki mundaqdi. Salomatligimizni yaxshi emasdi deganlarga yordamda bo'ldik. Hozirgacha universitetga kirganlarning ichida deb beray. Boshqalarningki oila o'qituvchisi qilib turib jon beqib o'zining o'qish pulini ma'lum qismlarini o'zi hozirlab bo'lib, ba'zi yerlarga yetishmaganlarniki yordam qildik. Meningmi bolalarim universitetda o'qiydi. O'zininkini hal qila oladigan qismi bor, hal qila olmaydigan qismi, hal qila olmaydigan qismiga men yordamda bo'laman. Lekin unda ohnancha emas. Muallimlik qiladi, uni qiladi, buni qiladi. Agarda universitetda o'qigan bolalar o'zining saviyasiga qarab choyxonada ishlasimi bo'ladi. Menmi dastlabki mezgilda kafexonada ishlagan. Chunki maoshi yaxshi. Vaqt cheklamasiga bo'yicha o'qiyotgan vaqtingizda, ishdan sirtki vaqtingizda kafexonada u yerda bu yerda ishlay olasiz. Ishlash orqali turmushingizning saviyasi yuqori ko'tarildi. Bu bir normal ish. Ha, deb o'tag'anlarni qaraydi ekanmiz. Turkiyada qiyinchiligi va ba'zilari nima ko'nib qolgan tilamchilarga, ko'nib qolgan tilamchilarni o'ddul qarg'a tiqima. Ozroqmi ishkilanmayli qarg'a tiqib o'tma. Qıpılıqı doğrab, g'aliti qiliqlarni qilganda qarab bilalaymiz biz noyigan, vatanda ishlagan, vatanda qandoq bo'lumsiz bo'lsa, chet elda shunda bo'lumsiz betin yashagan ba'zan bir to'p odamlar bor ekan. Hayron qolarlik. Ashularga tilamchilikni, qurbonlik go'shni, qurbonliknikini qilolmaymiz. Bir kunim bu aram bo'ldi ekan, shuning uchun men qurbonlikni qizil go'sht ziyonlikka, shuning uchun qizil go'sht yemayli. Cho'shqining go'shti oq. Qizil go'sht yemay cho'shqa go'sht yeydiganlarmi bordi endi e'tiqod deyli. Ba'zilarning e'tiqodi men bilan munosabatsiz. Masalan, xristian kirib ketgan Uyg'urlar shunda jiqga, da'vo sepeti shunda jiq. Uni bilma. Lekin u e'tiqod masalasi o'zining masalasi. Lekin sen o'ltirib xristian diniga e'tiqod qilayotganlar islom to'g'riliq bizga dars bersa, bu bek kulkilik ish. Sizlar o'ylab beqinglar. Ba'zanlar g'ayri narsalarni yozsa, hali o'lmalar hammasi bütünley gayip buldu. Ölümalar birliğinin kollektif gayip buldu.
Dava sepeti bazen bir gayri naite meynetçilik işler olsa mı kollektif gayip buludu. Bu sebebi nime? Anandaki galiti narsa bizga savol qo'ysa, men sening ochang emas dedim, men da'voning beshidagi birisi emas, men yo bir tashkilotning bir nimasi emas, yoki sen bilan pul talashib yashayotgan birisimi emas. Lekin sen menga savol qo'ysa, men sana savol qo'ysam, ajab ko'tarolmaysan. Xoinlarga savol qo'ysa, eg'ir keldi-ke. Xoin demasligimiz kerak-ke u yo'ldoshlarni. Acileringlarni yoki dadalaringlarni mening haqqa onaga ehtiyojim yo'q. Opam o'lib ketsa-mu, u mening opam. Shuning uchun kishining opasiga ehtiyojim yo'q. Dadam o'lib ketsa-mu, u mening dadam. Duo qilaman. Lekin dadaga ehtiyojim yo'q sirtdan. Bolalarimga dada topaman deb yurmayman. Chunki u ayrilib ketsakmi o'zining dadasi bor-da. Shuning uchun uning ehtiyojim yo'q. Jiq Allah'da g'alati bir xil iqimlar paydo bo'lsa, savol qo'yish degan narsa mavjud emas bizda. Bir qapaqlik bor, bir dötlik bor. Uyg'urning hissiyotidan foydalanadi Xitoy. Kimlar orqali foydalanadi? Shu yondagi Uyg'ur tilli xoinlar orqali Uyg'urni shunchalik mushundaq qilib yetlab mangalaydi. Hayron qolarlik. Bizning o kallamizning ishlamaydiganligini biladi ekan dedim. Xitoylarmi jiqqanlar debdi. Bularga masjid bo'lsa, imom bo'lsa deb. Shu imom bo'lsa bo'ldi ekan. Bizninkida madaniyat qirg'inchiligi, masjidni chaqib etibdi, ana degan sizni naqsh yetkazmabdi, milliy kiyimingizni kiygizmabdi. Uningdan boshqa nima derdingiz yo'q-ku undaqda. Hayron qolarlik lager dedinglar, lager yo'q dedi. Anadagi yana lager bor deb, chiqib olganlar bor, lager deb anangmi chiqdi, anangning tuqqanlarini chiqarib qo'ydi. Hey, aqling bormi deyman? Bu vatanga qaytarmaslik degan narsa, zaminga ega chiqmasang vatanga qaytarmaysan. Mayli nimamiz bo'lsin-mi, pasportimiz bo'lsin-mi, g'ingishib yashashdan boshqa hech nima qila olmaymiz. Faqat zamin davosi deb nishoning 71 yil shu namoyish Xitoy konsulining oldida yana kelib, namoyish anadagi deyliqi erkinlik, inson haqlarini mana qaranglar, qozoqlarning qilayotganini. Ular o'zininki qiladigan tegishli ishini qilyotidi, ham qarindoshlariga ega chiqyotidi. 17 yil yo'ldoshidan ayrilib ketgan bir xonimninkimi, yo'ldoshining kelganligini chiqarib qo'ydi. Sizlar o'ylab beqinglar, ozroqmi bir xil bo'lmamsizlar yurkinglar. Savol qo'yish degan mavjud emas. Anandan 27 yillik mushu Erkin Sidiqninki to'n kiygizishlari bo'lganda hayron qolgandim. Nimaga to'n kiygizdi? Bir kitob yozganlarga to'n kiygizdi ekanlar. Refanikilar qolmaydigan bir tal sharpini otib qo'yib, yana bir qilib qo'yib, "Hey, sana vatan kerak. Agar vatanni olsang, vatandagilar seni ko'mib etadi. Uyg'ur nayt qilganini biladigan Uyg'urning eng sapoliqlari, eng esillari vatanda qolibdi ekan. Vatanning sirtiga saylab turib chiqaribdi ekan. Men da'vo deb turib chiqmagan. Lekin qo'sqim to'xti. Vatandimi qo'sqim to'xti, miyadim qo'sqim to'q. Kishidan bir tiyin olmayman. Mening o'tib qoldiki, haqniki o'tib qolgan menga. Azaldan unda qilmayman. Siz mishadan ilinib qolgandan keyin, ustaldan ilinib qolgandan keyinlar og'zingizdan yolg'on gap chiqadigan bo'ladi. Jimjit sukut. Sukut, yana sukut. O'ylab beqinglar qarindoshlarim, ey. Aş vatandagilarmi sizlarning qarindoshlaringlar bordu? Anadagi birisi yozib qo'yibdi menga. Oye, qarang, nima pasportni viza beramiz debdi Xitoy. Viza beramiz desa, qanday qilamiz? Berdiganlarmi ba'zilar beribga bultur berib kelganlar bordi, bu jilamda berib keldiganlar yana jixlab keta, Xitoy qo'yib yetadigan bo'pti deb. Nima javob berishni bilmadim. Nima menga maslahat solsalar degim keldi, gap qilganmi kammidi oxiri kelgan chog'da. Sizlar o'ylab beqinglar, Uyg'urninki davosi pul yig'ish, namoyish, tashkilot qurish, anandikin davo anglatish. 71 yilning yoqi Turkiyadami tashkilot degan vashang. Uyg'ur davosini tuntish, Uyg'ur turklarini tuntish.
Voy tunib bulamıdımı? Zeytinburnu degan qığıp burap ketken Uyg'urlarni tunib bulamıdımı hozirgacha? Davaning nimiti? Tashkilot qurish bu sizlarninki. Tilamchilik bo'libmi hozirgi vaqtida mana hozir mana tunögün saat 8'de, keç saat 8'de, kechqurunda bir Türk yezipdi mana. Muşta bir 7 adam menden pul so'ragandi. Tashkilotlardan sizlar tashkilotlarga borsak pul vermedi. Bizga pul kerakdi, qiyinchiligimiz bor deb turib, mushtaq mana iltimos qilgan. Lekin uyiga borsam ahvoli undaq emasga. Acayip bir xil bo'lib qoldim dedi. Hey, mo chet ellikning oldida yuzini qo'yinglar. Odam degan, hey, Xudoyim tavba dedim. Yolg'onda xalqning bolasini ko'tarib kelib, mening balamdi deb ko'tarib opirib tashlaga. Uyiga borsa, unda ish emas ekan. Hey, bu dedim men. Ish qilib ajoyib insonlar bor. Ay tilamchilikdan boshqa narsaga sammidi Uyg'urni. Men tirishib ishlayotganlarini bilaman shu Turkiyada jiqlarninki. Ashlarga qarabmi deyman bu shu hunar. Voy to'mirchilik qilganlar to'mirchilikninkiga sal yaqin keladigan xizmatlarni qilibdi. Boshqalar boshqacha tikimchi erniki tartini saqlab jimjit o'tirgan ayollarmi bor. Har xil biz öyle oxunançıga yordam qilmaymiz degan tashkilotdami ap kunib turklardami ap kunib anadagi uningda sirt mushu bir yaxshi bir mezgil ekan mushu ramazonga oz qoldi ramazon qilganga uzoq go'sha olayli degan aniqlayli degan deb ashunda qilib turib tilaydi hayron qolarliq ishlar tashkilot sizlarni ashunda qilib undivatdi hey zimin deb chiqmasang hammangning shu qo'zg'inglarla bo'lsak hammangning jidilingni arisak u vaqtda sen vatanga qaytish degan o'ylashmabsizlar dedim men anadagi birsininkiga shu turkiyaga xilijiq yosh bolalar paydo bo'lgan xotandan bo'libmi oqsudan dedi bolalar bular şu azraq uçur egallash, Germaniyaga berib uçur egallash, Finlandiyaga berib uçur egallash, Fransiyaga berib uçur egallash, Uyg'urlarning orasidagi shuningga yordam qildiganga chiqartgan bolalarga, keyin u ishdan voz kechib, ishlab boshqa yerlarda ishlab ketgan bolalarmi bor ekan, mushularninkiga ba'zan bir ovozlarni ivat qo'yibdi. Falonchi po'kinchi jo'xaylinga ishligini bormi, yana bir suami ashularninkiga qistig'anligini o bo'larni ivatib qo'yibdi mana shuni dedim men jo'xaylunga kotib bo'lmagan ekan manga ivatmang nima deb o'zingiz ega chiqib o'zingiz nimishqa taqobil turmaysiz dedim lekin ovozini yig'ib qo'ydim hayron qolarliq temalar uchurli bo'lsa xabarli sotsak anadikin davo deb turib namoyish uchun o bo'larning rasmini ta'minlasak shuning bilan bu ish tugaydi ekan ba'zan odamlar aslida yangidan paydo bo'lgan chet elda jiq yerlarda yangidan paydo bo'lgan yoshlarmi shundoq uchur ta'minlash vazifasi bilan chiqqan lekin shuning bilan hozir hamda nomus qildik Zumrat xonim shu ishdan voz kechdik palonchilar meni zo'lab manda qil degan lekin men qilmadim siz menga ega bo'ling agar manda ish yo'q qilsam mushu narsani to'g'ri qo'yib eting deb turib meni havola qilgan bir qancha bir 7-8 odam bor hozir shu Fransiyaga kelgani bormi Finlandiyaga kelgani bormi anadikin Belgiyaga kelganlar bormi mushundoq Germaniyaga kelganlar bormi ey nima degan qora odamlar sizlar dedim men xalqni majburlab bu ishni qilmaymansiz shundoq qilishga majburlash ana ishtirish mushundoq ahvollar bor ekan sizlar o'ylab yiqinglar o'zinglarning atrofida Uyg'urlarni albatta Uyg'urlarni qaramchiq qiladi. Uzun yozmalari bilan anadagi neyliqi ism jidallariga kirdigan neyliqindaq odamlar onasini qo'llagan, onasining yundasini ichiyotgan odamlar Uyg'urga fitna, jidal serishga mas'ul, ashundaq bir tema tashlashga mas'ul ne odamlar bor. Bu narsani ko'rib turibsizlar. Kimning qo'llovchilari qandaq ishlarni qilyapti, qaysi temini beshida nega tashlaydi, mushlarning hammasi chiqib turibdi. Eliq milliy armiya qurish, u bu degandakmi jidallarni, to'plarning jidallarini hayron qopdimi? Hey, Yevropada qarg'a etish maydonlari bor. Qurol yaraq o'g'inaman desangiz, kinishki bijirsiz, o'g'inalaysiz, to'plashib o'tirib u yerda
pomdaqlashib yurmasangizmi bo'laveradi. Lekin mashq maydoni yana birma bak kulkilik bir temalar. Aş temalarga malang bo'lib yurdi, haqlar deb turib yezib qo'yibdi. Qanday qilamiz dedim. Bizning qopaqligimizni hissiyatımızdan foydalanalaydı Xitoy. O kallaga növbet mi kelmaydi? Uyg'urning hissiyatini foydalab chap o'ynasa, voy ay qural tutishga tegishli qo'llarda dutta. Ey xalqlar degan ezib etib turib bir suriyalik qizningki o'ziniki shu balalik vaqtidagi qancha ko'ngilsiz o'tganlik mush qisqagina bir hayotini 6 yoshli qizga deyman. Shuningki bir videosini bir ivat qo'yib ekan to'q. Aşı bahalık için jığıltı bitip Suriyalik degan narsani to'nitibdi. Bir odam butunlay 2 soatlik Uyg'urninki naqshi Uyg'urcha bir millat qilib turib naqshi takrang qilib berishni uyushtirish u da'vo anglatish emasligi aniq. Shuning uchun men chekibmi baxmadim. Eliqi yundakashlarning o'rinlashtirgan bir nimasini. Xalqlar ivat nim qilmoqibdi deganda ko'rdingizmi desam yo'q dedi. Men teximi ko'rmayman. Ko'nglim ilishidi dedim. Odatda vatanda xulum xo'shnilarimizning uyida o'lim yetim bo'lsa, televizorning ovozini ast qilinglar, kulmanglar, palonchining ko'ngli kelmasin deydi ota-onalarimiz. Bu yerga kelib bütün millatning beshiga kelgan mush zulm, zolimning zulmi Uyg'urni o'yg'itolmadi. Takrorlaydigan yerda bir mollamga so'z qoldirsam yozgan narsa ana ba'zilarini baza o'ngshaydi, ba'zilarini maza o'ngshaydi dedi. Anamki yana bir 5 minutlik so'zlar qo'yibdi deganda, u so'z degan bo'lsa o'ziga savob topadi dedim. Anglaganmi ekanmidi? O'limalar birligi xotin dis chiqadi. Ha? Xotin pichidigan ash xotinlarga degan er deganni teppadinglar, nechidan qivaldinglar xotinni. Ashundaqlarga chiqadi. Lekin millatniki hargiz tuzilishiga, nachar ishlar qarshi turishga chiqmaydi. Chunki yanchuq bir yerga iliqliq, til bir yerda quluqlaqliq. U qulupning oshqichi boshqa birisining yanchug'ida. Shuning uchun zuvan chiqaranmaydi. Men mushu bizning mishadagi o'limalarning ichidagi ba'zilarga deb qo'ydim. Boshqa millatdagi. Masalan, xoinlik, munofiqlik, vatan, anandikin yaxshi bir temalarda so'zligidek so'zlab bergan bo'lsanglar, bizga kerakdi dedim. Uyg'urda o'lima bo'lgan bo'lsa, chiqatdi. Normal ishlarni qiladi. Namoyish maydonlarida paydo bo'lib qolganlar tilamchilik. Aqingda palan poq Faqat Uyg'urni ziddiyatga akirmayman. Ma chet-elliklarning oldida sat. Bütün mushu boshqa millatlardan tilab yeb, nomus qilmay bir yer tutilib qolganlaringlarga voy deb ketgandim. Endi boshdan oyoq tilamchilik o'ylab yiqinglar. Erkin sidiqdan tutib tilamchilik qiladi. Ananga film ishlaymiz deb turib, birisi dadam uchun film ishlayman deb turib u chiqdi. Onunga pul deb, guvalıqqa pul, namoyishga pul, kitob uchun pul, tashviqotga pul, o'qitishga pul, muhokama yig'inisiga pul, davoni bir so'zlab bersin deb o'lsi efendimni paloyaga olib kelamiz deb turib oxirgi sesib ketgan ashumi pulla. Aşı şirketlerge uyadım bir şirket deyme o dava şirketlerge verildiğin pullar yetmey Uygur'dan şilip yap aşımı pul. Aş gözlük yeniden çıkarıp milletki kaçlıkısı yok. Yanala ayadan bayadan yığıp üstelini toşturup oturup mekilanlar yetlik, ay noruzluk, ay aktık köktük dep aşındak pul. Vatanda toğulmağanlarının vatanga hissiyatı yok. O Afganistan'da u yerda bu yerda tug'ilib cho'g'an bir nimalar oldig'i opam nerede? Dadam nerede? deb esvag'aylik Anvar degini yana bir deganlarga qarab turib tovada qapdim. Ey, o'lib ketgan opangni nerede desan Xudodan so'ramamsan namoz o'qig'ach. Endi deb u haqda o'tirib chiqib so'raysa, kulgulikli bir temalar. Adamning g'idig'i kelgidek. Sizlar nomus qilmadinglar yoki ma qo'llag'uchiringlar qopaqmi yo kalısını qara mushtaqil qilayotgan, juvatgan ya bular odam yoki bularni boshqacha bir xil kalisiga bir nima urayotganmi,
qarılı olub qaldı ki bir adamdan yeniği kelgen çağda ha silning to'g'ri voy silning to'g'ri deb turib yezishib ketgan bir nimalarga qarab ko'nglim shunchalik ilishidi mening facebookimdagi hamma qiyiqda yurganlar uchun chiktinglar yuytay desa adam numus qilgan cho'pchong bir odamlar ba'zilarini debmi qo'ymay yuplab yetaman qapoq yur qapoq deb Bulupmu işçermenler şunçilik sorunga erişmenke aşı sorunda mehrini üzermey aşağıda yürüydüke. Hem bir yerde dua kılıp, hem bir yerde usul oynap, hem bir yerde nakşi edip, anadiken kopma Uygurluk kaytınla Uygur. Uygurluk kayt. Vattin onu alsan hemmini mi kayt alaysa? Vattin o bombası o yiştimen kanmaydı. Vattin nasıl balların bir ravan sözü yalan da ilik anıtıldı kıkıldap ketkenler. Adamın gıdığını keltirip bir gün bir saat bir naq maydonlarına yani birimiga do'ppi kiygan ola qaysi vaqtdan do'ppangni ko'ramiz biz yolg'ondan biring shapaq biring je biring she degandek uningdan boshqa hech nima emas yana oshlog'ida da'vo qilyapti da'vo manga ishda deydi voy da'vo qilyapti sizlarga palonchi muncha pul ivatgan to'q muncha pulniki izdiraksiz yo'qolibdi ketdi jimjit dedi ben o teşkilattan birini so'msam sizlar ashuningdan so'rasizlar bergan pulning egisi sizlar olgandikin olgan odam kim shu yerda ursizlar desam sizlar bir urib bergan bo'lsizlar ey manga sarang dedim onda lavz temalaring bo'lsa izlama meni buningdan keyin men uyg'urning onda oshbaqa ko'z to'ymagan hali qandaqlari bilan ishim yo'q faqat Başka milletni qo'yganlik uchun aralashdim meyli ersin vaqasiga dedim uning shaxsiyati yoki yana birisi bilan chattig'im yo'q faqat uyg'ur qo'ydi uni shuning uchun aralashdim anadikin qolganlarnikimi viza ivatiman deb turib yolg'ondan qilgan ashlarnikimi pullarini elishib berdim qozoq bilan shundoqlar qozoqninki po'qini yesang bo'ladi deb qo'ydim bir nechasiga qozoq nima qilyotidi özün zimini var, zimininin ki layık işini kuvatıdı. Senin ziminin yok. Aziz zimini var adamın davasını kuvası insan hakları yani bir mey dep könglim neyleştirip ey qeyrlerin qeyrce özünün süpütünü saklamagan yaşların o bir paça aşındak oylap yıkınlar ey poq yemegandiki ananın sütünü içken bolsan aşı ziminde bir non yegan bo'lsang aşı zaminning suyini ichgan bo'lsang aşı tuproqda yashab baqqan bo'lsang qazing var shu tuproqqa qopsa o'zingning opangning davosini qilmayotsa bir qanchasiga telefon urdim men facebookga chiqarib qo'ygan ba'zan temalarning egilariga telefon urdim so'z qoldirdim qilsam biz Muhammadim sizga o'xshash jasorat qilmaydi ekan salomatlik tilaylik sizga nim qilib qolmisiz bundoq qilgan bo'lsangiz deb da'vo debdiman o'zingning opangning o'zingning dadangning davosiga yaramasang nimaga hisobsan ey dedim men ba'zan odamlar yurganganlar soqol qo'yganlar bekerak qo'rqidi xitoydan undan jahannam deysa jahannamning borlig'iga o'zingmi ishonmaydi ekansan dedim o qorimlar ishongan bo'lsang qopsa o'rnidan qopgan bo'lsang yuguraysa millatga ega bo'lsa manga vatanni qutqizaylik biz ama işimiz o şu vatanimizni elib bir nima qilaylik burungi xoinlarni tashlab bir qilmamsa u dunyoga ishonsa oqinga bolada kitobni tuzib olib u kitobni xuddi bir azharning butun nimasini bilimni sumirib olib uyg'urga ishiltidigandek boladek kitob oqi oldingda qilayotgan ishing avu quvonda bescharak poq ey xudoyim tavba qildim erkin sidiqqa men savol qo'ydim agar aqling bo'lsa ashada sen yozilsa agar diniy e'tiqoding rost uyg'urcha yo dinda bir mundaq mustahkam emasga yo vatandagi mustahkam emasga yo qarindoshga mustahkam emasga ajoyib insonlar chiqqanki atrofingdagi xoinlar puxra xoinlardan diqqat qilinglar beshiriksimi xoin o'ttirsida oxir bir muncha puxra xoinlar borki hozir o'ylab yiqinglar kallanglarni ishlasanglar uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi erkiy qirg'inchilik uchrashdiki sabab nima zaminning egasi bo'lganligi uchun shuning uchun zaminning davosini qilsa u vaqtda yangsang obro'ying bo'ladi har qanday millat sana tarixingni yezishib berdi qolib qolgan teshilib qolgan narsalarni yig'ishib beradi aqling bo'lsa rahmat sizlarga